Детский massaj Hilola Yoqubovaga Instagramda ko'rib qoldim. Praktik ko'ramiz. Алло, Здравствуйте. здравствуйте. Это Hilola Yoqubova, да? Да, слушаю. Я вас в Инстаграме брала номер ваш. Ага, слушаю вас. У вас детский massaj. O'zbekcha gapirsam bo'ladimi? Да, gapiring bemalol. O'zbekchayam, ruschayam farqi yo'q. Mani bolam bor. Massajga olib bormoqchi edim. Hop. Qarang, joyinglar qayerda, qanaqa massajlar qilasizlar, o'sha haqida ma'lumot bera olasizmi? Joyimizda Chilonzorda Farxatskiyda joylashgan. Полный bolani tug'ilgan davrdan boshlab, любой yoshgacha детский massaj qilamiz. Bolangizda nima diagnoz? Bolamni o'zi yaxshi, sog'ligi, oyoqlari anaqa bo'lgan. 11 ta barmog'i bor, o'shani bittasini nima qila olasizlar demoqchi edim-da, iloji bo'lsa. Uzr, tushunmadim. Barmog'i nechta dedingiz? 11 ta barmog'i bor-da, o'shani qanaqa nima qilsa bo'ladi deb keyin. Oyog'idan, qo'lidanmi? Polidaktilia deydi-da. Polidaktiliyami bilmayman, tushunmayman. Короче, barmog'ing nechta desam 10 ta deydi. Bolam 10 ta emas, barmog'ing 11 ta deb anaqa qilaman-da, o'shani kesib tashlab bir narsa qila olasizmi siz? Siz oysimisiz? Tushunmadim. Dama oylariman. Tushunmadim. Nimaga kesasiz uni? Men xirurg emasman sizga. Men massajistga massajistman. Yo'q, o'shani ishqilab, nima qilib, delfin yog'ini surkabman, bir narsa qilib yo'q qilib olasizmi deb aytdim. Qancha pul bo'lsa beraman qilola. Просто qanaqa delfin yog'i? siz nima surkalib massaj qilasizlar bolalarga? Yo'q, hozir 1 minut. Allo. Qarang, qanaqa kremlardan foydalanasizlar? Chakanda moyimi, nakanda geliymi, qanaqa moy surasizlar? Qanaqa yo'q, tushunmadim. Chakanda moyimi, nakanda golimi, hastala jo'limi, qanaqa moy surkaysizlar? Men bolam ezilib ketyapti-da. Onajon, meni 11 ta barmog'im bor, hammada 10 ta deb bolam qo'yaversam-da, ortiqcha barmog'ing borsan, ortiq joying bor desam, yig'laydi, bolani ko'yini o'ksidi qilola. Tavba qildim, siz hozir men bilan hazillashyapsizmi? Nima qilaman hazillashim? Instagramdan oldim, детский massaj deb yozib qo'yibsiz, to'g'rimi? Ага, to'g'ri. Я не понимаю, я не хочу с вами там что-то говорить там или издеваться, понимаете? Я хочу просто... У меня сына, у руки 11 пальцев, понимаете? Нет, подождите, вашему сыну сколько лет? Вы можете привести его к нам? Могу я сначала посмотреть? Да, Просто полидактилия я не занимаюсь, во-первых, потому что buni xirurglar bilan maslahatlashash, и buni hech qanaqa bir особенности yo'q. Agar общий massajga kelsangiz, пожалуйста, keling. Demak, qarang, bo'lmasa men bolamni olib borsam bo'ladi. Bemalol, keling. Qarang, qo'lida 11 ta barmog'i bor, oyog'ida 9 ta, o'shanga qo'shib qo'ysa bo'ladimi demoqchi edim. Вы точно шутите, да, со мной? Нет, rostdan ham shunaqa. Mana borganda ko'rasiz, men bolamni ertaga olib boraman oldingizga. Men yurak bag'rim ezilib ketdi. Men aytdim, bolam, bo'lmasam barmog'ingni menga berib bittasini qachab men bo'ynimga osib yuraman, burun kovlab, quloq kovlab yuraman desam, yo'q oyijon deyapti-da. Voy, bunaqa patsiyent qilmagan, men sanobar gaplashaymanmi bilan? Tushunmayapman, yo'q, izdivosiya qilyaptim, tushunmadim. Nima izdivosiya qilaman? Menga kerak shu narsa izdivosiya qilib. Ismingiz nima? Keling, men sizni ko'ray, bolangizni ko'ray, bunaqa holat bo'lmaganda, manda bittasida 9 ta 11 ta tavba hazillashyapsizmi? Nima hazillashim? Ertaga borsam ko'rasiz, bolamni ham o'zingiz nechigacha ishlayapsizlar? Chilonzor metroga yaqinmi? Ha, Chilonzor metrodan chiqib, shunda u savdo markazi o'sha yerdan ketib, o'zi massaj akademiya deb yozib qo'yilgan. Kelavering, bemalol siz keyin ko'rib gaplashamiz. Uzr, endi kulganimga просто kulib nima gaplaringiz kulgili ko'rinib ketdi-da. Yo'q, bor narsani gapiraman. Menga xazanda lallo kerak-da. Bormi shu narsalarda? Nima u? Xazanda lallo bo'ladi. Kutib oloq, unda ichida moy quyilgan xazanda lallo, hastala jo'lo degani. Men tushunmadim, lekin gaplaringizga to'g'risi nima tilda gapirasiz, o'zi qatlaysiz? Men Gindalik ishtinliman. Qat? Gindalik ishtinda tug'ilganman.
qanaqa tushunmadim. Qaysi shaharga kiradi? Tushunmadim. Sosag'uroga kiradi, Sosag'uroga. Qani Hilol opa, ertaga bugun men xo'jayini mana qilyaptilar. Bolam rosa yig'layapti, men aytyapti menga, "Davay bitta aro ochirib yuboramiz" de. Barmog'ini kesib olasan, men jinimisiz deyapman, adasi deyapman de. Bolani joni og'riydi. Bolaga aro ochira. Yo, og'riq sezilmaydi deb aytdim de, o'zi rasgina nima qiluvdim? Nimaga kesat? Uni ruxsatsiz bunaqa ketsa bo'lmaydi. Salim, nechinchi yilsiz? Opamiz, singlimiz, siz kim? Qanaqa murojaat qilishni bilmayapman. Anaqa uni-chi, xirurgga barobar ko'rsating, o'zi ko'rsatganmizlar, no? Ko'rsatsak, massaj bilan yo'qotsa bo'ladi uni, yaxshilab ishqalab, mandala jo'jo qilish kerak uni deb aytdilar-da. Nima qilish kerak? Mandala jo'jo qilish kerak deb, qattiq ishqalash kerak deb aytdilar. Voy tavba, sizni shogirdligi tushsam bo'lar ekan. Men meditsinskiy tilda ham bunaqa gapni eshitmaganman, to'g'risi. Bu sizni o'g'lingizga hozirgi oyoq, qo'lda ortiqcha anaqalarni polidaksili deb aytiladi. Polidaksili yozvagin qizim, yozva polidaksili yozvagin. Lekin men sizni aytayotgan unaqa metodika, sizga unaqa narsa tavsiya qildi, lekin to'g'risi, men hech tushunmayapman. Yana bitta muammo bor, o'g'limni beli bor-ku, beli. Ha. Belidan ham bitta barmoq o'sib chiqqanda uni qanaqa yo'q qilsa bo'ladi? Manchati to'xtang, siz yo hazillashyapsiz, yo bolalaringizni menga olib keling. Ertaga olib boraman, necha yilga olib borsam bo'ladi? Holat emas-ku, aslida to'g'ri. No, просто menga sal g'alati tuyulyapti deb gaplashishlaringiz. Bo'ldi, qarang, menga mana shu nomerga zakaz tashib yuborasizmi? Ishxonangizga boraman, o'shanda ko'rasiz hamma narsa haqiqatligini. Bo'ldi. Menga yozib yuboring, shunda men hozir anaqa patsientim bor edi-da. Bo'ldi. O'zi men olib boraman bolamni. Bo'ldi, bemalol. Xo'p, rahmat kattakon e'tibor uchun. Xo'p, mayli, sog' bo'ling. Xo'p, chimpalakato bo'ladi hammasi, xo'p. Men bunaqa bu, men to'g'ri. Qattan bildim.